Voydod, joning sog' bo'lgur. Ikkita emas, bitta boqaman, zo'rini boqaman degan aka-ukalarimiz uchun bugungi gigant mollarimizdan ham bor. Assalomu alaykum barchaga, chorva olami obunachilari hamda Bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun Bo'g'oz mollarini chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga shanba 2026-yil 6-iyun sanasida kimga sifati biz bergan ma'lumotlari to'g'ri kelsa 95-059-33-36 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalar bugungi 6 bosh bo'g'ozimiz bor. Bir-biridan zo'rlari. Puli yengil deganlarga puli yengillaridan ham bor. Fermer akalarimizga fermer aka boplarimizdan ham bor. Akalar sutni yorib yuboradiganlaridan ham bor bugungi. Bo'lmasa ma'lumotlarni amakimlar bilan berib ketaveramiz. Chunki men o'zim yuvoshliklarni ko'rsatganda amakim ko'rsatib ketsalar yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Shohjahonda obunachilari, jiyanimdir. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshimisiz o'zingizga? Ha, rahmat. Mana Birinchi molimiz. Ma'lumoti. Ma'lumoti Bo'ylari necha? Bo'ylari 120. Aha, bo'g'ozligi? Bo'g'ozliklari 6 oylik. 6 oylik, yuvoshliklari. Yuvoshliklari mana. Mana, xudo xolasa mana mol qilaman degan odamga mana yuvosh. O'ta qovul. O'ta qovul. Stakan tuyoqlar degani. Stakan tuyoqlarda. Kuragi yo'q. Kuragi yo'q, hali bu juda katta bo'lib ketadiganlar. Xudo xolasa baraka tovar. Bo'yi 120, ha? Mana dumlagacha ko'tarib berar ekan jonivar. Boqaman degan odamga yaxshi mol bo'ladi, xudo xolasa. Pullari 25 million so'm. Kami bor, ha? Kami bor. Hayrana qilib beramiz. Aka-ukalar 25 million kami bor, xudo xolasa yaqin narx qilib qo'yib beryapmiz. Haligi bozor savdo emas, uzoq narx qilib qo'yayotganimiz yo'q mollarda, xudo xolasa. Xo'p, bu birinchi molimiz. Bu birinchi molimiz. Mana molimiz Shvetimiz, Qirg'iziston shvetlaridan. Qirg'iziston shvetidan bu. Ikkinchi molimiz. Bu ham birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Bo'yi endi yoryapti. Bo'yi 120, ha? 120 bo'yi. Aha. Yuvoshliklari mana. Bo'g'ozlik oyligi 6 oylik. Mana. Mana akalar, yuvoshliklari qovul ekan, o'ta yuvosh. Kuragi buni yangi chiqargan-a bu? Ek kurak. Ek kurak. Buni ham 25 million so'm kami bor. Kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yuvoshliklarni endi amakimga ko'rsatib o'tib keting deb o'shaning uchun chaqirdim. Amakimda aka-ukalar. Yeb-ichishlar tanajoni sog'ligiga garantiyasini beramiz. Mana havodan yo'qolgan kasallik yo'q endi. Bo'p bo'lsa garantiyasi yo'q. U hamma joyda yetib kelinayotgan narsa u. Havodan yuqadigan kasallikka aka-ukalar hech kim javob bera olmaydi. Bu gripp singari. Lekin bizda unday kasallik yo'q. Ko'rib turibsizlar, mollarimiz hammasini zivachkasi og'zida sog'lom mollar, bir-biridan yuvosh mollarimiz. Akalar, 3-molimiz, bu ham birinchi qoringa. Birinchi qoringa, 6 oylik. 6 oylik Farg'onalik Qo'qonlik akalarimizga bu. Yozyovonlik akalarimizga. Bo'yi 120 dan oshiq, ha, 122 ekan akalar. Yuvoshliklari mana. Mana akalar. Oq yelan mana akalar. Hali buzov bu ham. Bu ham buzov. Mana yuvoshligi o'ta yuvosh. O'ta yuvosh. Bu ham 6 oylik, bu ham bo'g'ozligi. 26 million so'm deyapti. 26 million so'm kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Endi mana akalar 4-molimiz gigantroqlaridan akalar, gigantidan. Bu ham birinchi qumsa. Bo'yi 1.33. Bo'yi 1.33. Bo'g'ozlik oyligi buni ham 6 oylik, ha? Bu ham 6 oylik bo'g'oz. Yuvoshliklarni buni ham bitta ko'rsatib bering. O'ta qovuldi singari mana. Ha, jonivor, joning sog' bo'lgan. Tutaylarda qaranglar, tutaylarda. Bellari ham ikkari. Oh. Ikkari kamosh. Mashalloh. Akalar, molni zo'ri. Ikkita emas, bitta boqaman, zo'rini boqaman degan akalarga tabu. Bizda Qirg'iziston nanaydan tushgan. Nanaydan tushgan mollar akalar. Birinchi qorin. Mana akalar, kallalar, zivachkalari og'zida, yuvoshligi o'ta qovul ekan molda akalar. Har xil tushunishi mumkin Shohjahon. Molda moli bor. To'g'ri. Molda moli bor. Hammasi o'zini puliga yarasha. To'g'ri. Misol bizdan boshqalar mana shuni jiyanim 40 million, 42 million narx chiqaradi. To'g'ri. Buni biz 37 million so'm kamini qilib beramiz. Kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Akalar, aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beramiz. Mollarimizni sifatiga, holatiga qarab narx aytilyapti. Men o'zi bo'yim 1.68. Ana. Mana. Akamiz, amakimni bo'ylariga ham taqqoslab olaverasizlar akalar.
Endi mana eda ikkita gigantimiz bor. Gigant turibdi mana. Molni zo'rlan. Buni sal chudivaringda. Men mana ko'rsatib turaman. Narigini ma'lumotini beramiz shvetimizni. Qoramiz birinchi molimiz, shvetimiz ikkinchi molimiz, olamiz uchinchi molimiz, mana molimiz to'rtinchi molimiz. Endi mana 5-molimizga keldik. Hop, buni ma'lumotlari toza qirg'iz. Nemisdan, ha? Birinchi qoringa. Birinchi qorin, kuragi yo'q. Kurachishi yo'q ekan akalar. Bo'yi 1.35. Buni tutaylarni qarang. 8 oylik jonivorni. 8 oylik bo'g'oz. Mana. Joning sog' bo'lgurdi. Boshliklar. Qaranglar akalar. Mana. Ha, mashalloh, joning sog' bo'lgur, molni zo'ri. Akalar, birinchi qoringa kuragi yo'q. Bo'ylari 1.35. Bo'yi 1.35 akalar. 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. Kuragi chiqmagan aka-ukalar. Mana. Hop, Quloq oqtimchi. toza nemisidan ekanda bu, ha? O'zi nemisning ovozga qo'yilgan bo'lsa kerak bu. Ovosni ham zo'riga qo'yilgan manda egasi. Toza fermadan Toza chiqdi, ferma, ha, ha. katta fermadan chiqdi bu akalar. 8 ta moli bor fermadan chiqdi akalar. Ozmuncha yerdan chiqmadi bu mol. Toza shvetni originali 100 taligi mana shu bo'ladi akalar. Endi hammasi ham Holatiga qarasha, to'g'ri. Narxlarini 42 million so'm kami. 42 million 8 oylik bo'g'oz, bo'yi 1.35. 5-molimiz, ha? 5-molimiz. Buzov hali. Buzov. Endi mana yerda bitta gigantimiz bor ekan. Fermer akalarimizga ekan bu. Xo'jaliklarga akalarimizga ham tushiradi, fermer akalarga ham zo'r tushadi bu. 8 oylik bo'g'oz bu. Endi bu jalima, qatoq chiqdi. Mana. Molni giganti ekan bu. Ikkitamas bitta boqaman. Ha, bu haqida ahna ham turaversin, bag'idan o'tib olaverasiz, bag'idan. Bu tomondan. Bo'ylari? Bo'ylari 1.45 bor. Bo'ylari 1.45. Aha. Molni uzunligi ham omali. Akalar, uzunligi ham o'zi o'ta uzun ekan jonivordi. Mana. Buni ham yuvoshliklari mana. Qovul ekan bu ham. Qovul. Mana. Singari bu. Oyoq bir tarix qilishni bilmaydi mana. Yana Joning sog' bo'lgur. Ikkinchisiga bu. 3-qoringa 8 oylik. Voy jonivor, yuvoshligini qaranglar buni. Oh, 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 oh. Joning sog' bo'lgur. Yuvoshligini qarang. Qovulga singari. 8-sini chiqaryapti, 6 kurak. 8-sini chiqaryapti. Aha. Endi bag'da narxini aytasiz, 8 oylik bo'g'oz. Bo'yi 1.45. Buni misol uchun boshqalar degani 55 million, 50 million deydi. Aha. Biz yo'lida qilib gapiraveramiz, 48 million so'm kamini qilib beramiz. 48 million so'm kamini qilib beramiz. Kami bor. Aka-ukalar, mol ham endi kichkina mol emas. kichkina mol emas. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Iloji bo'lsa kelib ko'ring. Ha, 1.45. 1.45 bo'yi. Iloji bo'lsa kelib ko'ring aka. Chunki mol kichkina mol emas-da. Mol zo'r. 50 ham 50, uzunligi ham uzun. 2 metrdan uzun. Ha, 2 metr, xotirjam 3 metrga ham borib qoladi. Uzunligi moldi. 2,5 metr. Xotirjam 2,5 metr chiqaveradi uzunligi. Kalla bor, hamma. Hamma yerga kelgan ekan. 48 million kami bor. 48 60 millionga boryapti. O'zi sigiri o'zi 60 millionga bermaydi buni, sigirini. Hech qachon bermaydi. Lapirlab turganini ham 60 million deb borishyapti. Sizda ham yo'lida, bizga ham yo'lida keldi akalar. Yo'lida qilib beraveramiz. Bayda hech qanday o'zi hammasi holatiga yarasha narx bo'lyapti. Bayda qimmat, unaqa kommentariya kerak emas akalar. Mana mashim odam baraka topsin yani. molni zo'rlari keladi bizga akalar. Mana akalar ko'rib turibsizlar. Endi mana 25 millionga ham mollar bor mana. Mol bilan mollar farqi ham bor-da, hammasi holatiga qarab akalar. 15 millionga ham mol bor. Mana hammasi holatiga qarab narx bo'lyapti-da. Mollarda endi zo'rlari akalar. Joning sog' bo'lgurlar. Kimga yoqsa aloqaga chiqaveringlar. 24 ga 7 eshigimiz ochiq, telefonimiz ham yoniq. Telefon qilaveringlar behijolat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.